Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. 3 yoshdan 8-9 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan siniy traktorimiz keldi. Mashinalar narxi bilan haydovchi bolajon Telegram kanalida tanishing. Orqada pritsepi bor. Pritsepiga narsa yuklarni joylasa bo'ladi. 60-65 kilo atrofida yuk ko'tarib yura oladi. Balonlari plastmassaviy, kolitsosi bo'lsa rezinoviy kolitso bo'ladi. Ikkita orqa balonda katta motor joylashgan, 24 voltlik katta akkumulyatori bor. Xo'p, bu joyda pedal orqali boshqarsa ham bo'ladi, pult orqali boshqarsa ham bo'ladi. Tomlari ham bor, yomg'ir tushmaydigan. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham sifatli chiqdi. Sidyenasi, demak, suyanib o'tiradigan plastmassaviy, o'tiradigan bo'lsa kojinli sidyenli bo'ladi. Xo'p, bu joyda, demak, kran, qum oladigan krani bor. Ruchnoy boshqarsa bo'ladi. Bunisini bo'lsa pastga tushirsa ham bo'ladi. Hozir tushirib ham ko'rsatamiz. Mana bu joydan tushirsa bo'ladi. Ikkita qo'li bilan boshqarib, o'zi ruchnoy bajarsa bo'ladi. Gaz pedali bu joyda joylashgan, start stop knopkasi, korobka передатчиlar bu joyda joylashgan, MP3lar bu joyda, signallari ham bor, zavatlari ham. Rulda zavatlari, signallari ham bor. Hop, bundan tashqari chirog'ini bu joydan yoqib o'chiriladi. Balonlar yumshoq rezinoviy balon bo'ladi. Sifati juda ham zo'r chiqqan. Haydovchi bolajon Telegram kanalida bizani kuzatinglar. Bakovoylari ham bor. Faqat oldi chiroqlari yonib turadi.